ikkinchi qismi boshlandi videomizni. Demak, disk yüklab olgan joyimizdan ikkinchi videoni boshlab o'tamiz. Demak, bizda o'sha vegetatsiya indeksini yüklab oldik diskga. Uni karta ko'rinishini ikkalash kerak bo'ladi. Proporsiyaga kirasizlar. Shu yerda bir ikki narsasini tushuntirib beraman. Qoidalarni izlaysiz. Kartografik nuqtai nazardan ko'rib, bir klassini belgilaysizlar. Misol 10 dana klass belgilagan bo'lsangiz, vegetatsiya indeksini rangini tanlaymiz. Rangini tanlasak, vegetatsiya rangini almashtirishim kerak. Chunki qizil manfiy bo'lishi kerak-da o'simlik o'simidan. Ular bo'lsa agar formatga kirsangiz, bu yerda 3 aytib qo'ysangiz bo'ladi. Belgidan keyin raqamni kichiraytirib tashlaydi. 3 ham katta raqam. 2 aytib qo'ysak ham bo'ladi. 2 o'chirib tursak, vegetatsiya indeksini hududning vegetatsiyasini chiqarib berdi. Vegetatsiyasini. Demak, bu Ostona qishlog'i endi bu yerda shef nimalarni insertdan legendalarni qo'yish kerak bo'ladi, chegaralarni qo'yish kerak. Kaza hammalarni tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Nomlarni o'zgartirib, legenda shartli belgi bo'lish kerak. Yana bu narsalar shart emas. Ularni o'chirish uchun bizda bu funksiyasi bor. Hozircha bu yerda ko'rinmayapti. Demak, shu o'rnidan o'chirib bersangiz ham bo'ladi. Uni o'chirish nelar hammasi keyingi videolarda bor. Xudo xolasa ko'rib net qolasizlar. Nomini yozib, demak shartli belgilar, koordinata to'g'rilari tashaldi va bu yerda hududni nomini qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Agar chegaralarni mahallalar bo'lsa, mahallalarga alohida qo'yib, endi shu bug'doy ekilgan yerlarni ko'rsatib qo'ying. Hozircha uni shu tarzda harakat etasizlar o'tishga, keyin u yog'ini sizlarga narsaga ko'rsataman. Va export map etasizlar. Nerede export map bor. Kartani bo'lgandan keyin bu yerda xohlasangiz iloji bo'lsa pdf etganingiz yaxshi. 500 kastuvasi, demak vegetatsiya indeksi shunda saqlayasizlar. Ostona aytgan narsalarni yozib qo'yinglar, iloji bo'lsa kartani o'zini qaysi chislalardan olingan ma'lumot o'rtachasi hisoblanadi. Misol uchun hozir biz bug'doy ekilgan yerdan bildik, chislaga qarab bilasizlar. Shuning uchun shularga e'tibor berishingizni so'rayman. Sizlar birinchi amaliy shu ishni bajarishadi. Vegetatsiya indeksini yaratib, klasslar berilgan va shuni modulga yuklab qo'ysangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.